shu o'g'ilchani og'ziga bir yaxshilab tupurib bersangiz, sizga o'xshab bir katta lavozimda ishlarmidi, Erali Tursunovich? Qanday bo'larkan endi? Bexijolat, siz xijolat bo'lmang. Mayli bir chetroqqa o'taylikchi. Bo'ldi, rahmat ustoz. Qanday bo'ldi o'g'lim? Zo'r dada, qaymog'idek ketdi. Молодец. Rahmat Erali Tursunovich. Ustoz rahmat. Dada, men bilmagandim. Yo. Rezultat qanday bo'ldi endi? Zo'r bo'ldi. Siz tuflagandan keyin o'g'lim katta lavozimga ishga kirdi. Haydi, men tuflagandan keyin shunday bo'ladi-da. Dard bo'ladi, balo bo'ladi. Pora bilan ushaldi o'g'lim. Qanaqa tuflagan deysiz? Sal qish tuflabman-da unda. Hayot meni yosh deb o'ylama, bilaman, ko'rganman dardu hamallamu tashvish. Yosh ko'radigan kun ham bor ekan-ku. Bolam. Dada. Nega hayot berildi?